Do'stlar, savollar bo'lsa albatta kommentariy tug'iga yozinglar. Men sizlarga qo'limdan kelishicha javob berishga harakat qilaman. Meni qo'llab-quvvatlagan aka-ukamlarimizga hammalarga minnatdorchilik bildiraman. Do'stlar, sizlarni qaysi aeroportlar qiziqtiryapti, nima haqida? Hozir Bunuk aeroportidaman. Aytib o'tdim, bu yerda Buxoroga registratsiyalar bo'lib o'tmoqda. Uni ham video chiqaraman 8:30 da bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Do'stlar, sizlardan podpiska bosib, like bosib ekansiz menga albatta ahamiyatli. Nimaga deganda bu videolarni ko'proq odam ko'rish uchun albatta bitta like bosib, podpiska tugmasini albatta bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Bez dokument akalarimiz qanaqa problemalar bo'lsa bemalol murojaat qilinglar. Men qo'limdan kelishicha sizlarga yordam berishga harakat qilaman. Do'stlar, yana bir narsani aytaman. Yomon kommentariy yozgan aka-ukamlarimizga iltimos yomon kommentariy yozmanglar. Nimaga deganda men chiqib olib bu yoq bu yoqni ko'rsatib, unaqa qilib yomon videolarni olganim yo'q. Sizlarga foydali bo'ladigan maqsadda videolarni olyapman.